Bugun Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayevaning topshirig'iga asosan Senatning Budjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi raisi o'rinbosari, senator Kobul Tursunov hamda Yakkasaroy tumani hokimi Nilufar Allaberginova 26-sonli umumta'lim maktabida bo'lib, uzoq yillardan buyon yechimini kutayotgan masalalarni joyida o'rgandilar. O'rganish davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 23-fevraldagi 99-son qarori asosida Yakkasaroy tumanini 2024-2026 ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida ta'lim infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Ayniqsa To'qimachi mahallasida joylashgan, 1936-yilda bunyod etilgan va qariyb 90 yillik tarixga ega 26-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish masalasi muhokamalarning asosiy mavzusiga aylandi. Loyihaning kechikishiga sabab bo'layotgan omillar joyida ko'rib chiqilib, mas'ul tashkilotlarga aniq muddatlar va topshiriqlar belgilandi. Eng muhimi, endilikda ushbu masala Senat nazoratiga olindi. Bu esa qariyb bir asrlik tarixga ega maktabni zamonaviy qiyofada qayta bunyod etish bo'yicha ijobiy natijalarga erishish imkoniyatini yanada oshiradi.